Assalomu alaykum. Men shu 7-8 oydan beri shu nevralgiya, uch nerv bilan juda ko'p azob ko'rib, necha yillar oldin azob ko'rdim. Hozir shu shifokorimiz Komiljonga keldim. Xudo xolasa operatsiya qiladilar. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir ustozimiz Marat Qo'mirzayev bilan birgalikda uchoqda nerv nevralgiyasidagi bemorda mikrovaskulyar dekompress amaliyotini bajaryapmiz. Mana hozir biz oxirgi etapiga yaqin keldik. Ya'ni nervdan tomirni ajratib, o'rtasiga gubka, ya'ni teflon degan gubka o'rnatyapmiz. Mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetyapti. Teflon gubkalarni o'rnatdik. Tomir qismayapti, nerv erkin o'z joyida yotibdi. Operatsiyadan yaxshigina chiqdik. Operatsiyamiz juda yaxshi chiqdi. Barcha doktorlarimizga tashakkurlar, rahmatlar.